Yashirin chok haqida bilmagan tikuvchi kam bo'lsa kerak. Bu safargi ishimizda xuddi shu usuldan foydalandik. Ya'ni dastlab ikkala matodan bir xil bo'y olib, ulanadigan joyini overlock qilib oldik. Agar sizning matoyingizning ipi sitilmasa, u holda overlock qilishingiz shart emas. Keyingi ishimiz ikkala matoni teskari tomonini bir-biriga yuzi bilan qo'yib, asosiy rangdagi matoyimizni 1 sm ziyod qilib tekislab, bir xil razmerda tikilishi uchun bulavkalab olamiz. 1 sm oraliq bilan mashinkada tekis qilib chok berib chiqamiz. So'ng choklarini tikib olamiz. Itak choklari oxirida tikiladi. Matoni teskari tomonidan choklari bilan birgalikda to'liq dazmoldan chiqaramiz. Endi esa asosiy jarayonga o'tamiz. 1 sm ziyod matoyimizni chokimizning orqa tomoniga buklab, shu buklov holatida orasiga tasmali kley qo'yib, dazmol yordamida tekis qilib yopishtirib chiqamiz. Bu uslub tikuvchilar orasida yashirin chok nomini olgan ekan. Siz yana qanday chok yashirish texnologiyalaridan foydalanasiz? Bu haqda izohlarga yozib qo'ying. Biz uchun manfaatli bo'ladi. Xuddi shu tartibda oxirigacha yopishtirib olingandan so'ng itak choki va tepa qismi tikiladi. Yuqori qismidan kerakli chok haqqini qaytarib olib, ustidan korsaj tikib chiqdik. Siz bu jarayonda o'zingiz xohlagan uslubdan va korsajdan foydalanishingiz mumkin. Biz bu pardamiz uchun prozrachnik korsajdan foydalandik. Pardamiz tayyor bo'ldi. Bu texnologiya yordamida biz har ikkala tomondan ham juda chiroyli ko'rinishga ega bo'ldik. Bu pardamiz eshikka ilinganligi sababli buklov holatini old tomoniga o'tkazdik hamda sxema yordamida skladkalar orasida qoldirdik. Buni vaziyatga qarab aks tomonga ham o'tkazib tikish mumkin. Bu pardalarni sizlardan duo so'raganim ota-onamni uylariga tikib berdik. Ularga juda ham yoqdi. Baraka topgan omadingni bersin, qo'llaring dard ko'rmasin deb duo qilishdi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, iltimos ularning haqqiga duo qilib qo'ysangiz. Natijamizga esa 1 dan 10 gacha ball sistemasida baho bering. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin.